Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, dilalet çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Tunugungi 3 yolg'onda 40 yolg'on degan cho'chigimizda kambag'al kalning birinchi yolg'on so'zlarini anglagan edik. Bugun men sizlarga bu cho'chakning davomini aytib beray. Kambag'al kal ikkinchi yolg'on so'zni boshlabdi. Taqsir, anglayaptilar. Mo'may yo'q, xo'rozmi yo'q. Cho'ruqimning biri texi yo'q. Bularsiz yashamoq texi tas. Şuna demim işimge düştü. Ko'nglim buzildi. Xayr dedim. Mo'may xo'roz cho'ruqni yana bir izladim. Mo'ngdim, mengiyverdim. O'rnimni qiylayverdim. Shundoq qilib bir qishloqqa yotdim. Xo'rozim shu qishloqda bir boyga ishlab etibdi. Boyning dehqonchilik ishlari faqat shu xo'roz bilan mengib etibdi. Xo'rozim bilan ko'rishdim. Quchoqlashib suyishdim. Bir-birimizni shunchalik seg'inib ketibdik-ki, ko'rishmay yig'lashib ketibdik. Xo'rozim boyga 6 oy kecha-kunduz ishlabdi. Xo'rozni elib ketish uchun boy bilan so'zlashdim. Bo'lmadi. So'qishdim, bo'lmadi. Boyga bu ishlar armak bo'ldi. Oxir haqqiga bir juvol durust bermak bo'ldi. Boy buningga oson ko'nmadi. Juvol durustni olganimga xo'sh bo'ldim. Xo'sh bo'lib, yana yo'lga chiqmoqchi bo'ldim. Lekin xo'rozim unimidi. U yana 3 oy ishlab, ondan haqqini to'liq elib qaytmoq bo'ldi. Men juvol durustni elib, xurjunimga selib, xo'rozimga xayr deb, orqamdan tez keldib yana yo'lga ravon bo'ldim. Mo'may bilan bir boy cho'ruqni izlab ketaverdim. Hech yerdan topolmadim. Egiz tog'larning ustiga chiqib, butun olamga qaradim. Ko'rinmadi. Oxir bir qiylon jangolning ichidagi cho'ng qurg'onga tushib qarasam, yoti tog'ning u tarafida, yoti daryoning bu tarafida bir kichik o'stan bo'yida mo'may kirib o'ltiribdi. Berib yig'lab ko'rishib, "Ketayli ona, yur" desam, boyga ishligili 6 oy bo'ldi, 9 oy bo'lgan haq bermoqchi, haqqimni olmay ketmayman deb unimidi. Men qaytib ketishga tamshilvidim, usab ketganimga 3 kun bo'lganligi esimga tushdi. Hava nihoyat isib, qaynab turgan bir chog' edi. Men daryo bo'yiga borsam, suvi g'ochchida to'nglab ketibdi. Muzni cheqishga tosh topolmay, beshimni qo'liqimdan tutib bir qo'ygan edim, muz yerildi. Suvni rosa ichdim. Susuzliqim qiynab, yana yo'lga tushdim. Bir yerlarga borgandan keyin qarasam, beshimning tengi yo'q. O'ylasam daryoda qopdi. Juvol durustga qarasam, uning besi yo'q. Shuning bilan "Opla" dedim-da, beshimni tepishni unutib, mo'mayni olg'ilib bordim. Vaqt ushayga to'shgan edi, mo'may yo'q. Surishtirsam, ish haqini olmoqchi bo'lganda, boy mo'mayga to'hmat to'qib, uni dastab urib o'ldirib qo'yibdi. "Mana podshohim, ahvol shu. Hamma tortqiliq peqirlog'imi? O'ylab ko'rsilar, dargohlarga shuni aytqili keldim" deb javob kutgandek turibdi. Podshoh o'diqib, vazir o'limalarga qarabdi. Aql so'raganda qilib, ko'zining quyrug'ida marabdi. Vazirlardan biri: "Yolg'onchining bu etqonlari podshohga haqorat. Podshohimizning zamonasida bundoq adolatsiz ishlarning bo'lishi mumkin emas" deb turishiga gal. "Taqsir, texi gap bu yerda" deb 3-chi yolg'on so'zni boshlabdi. Mo'mayning xun qisosini elish uchun boyning uyiga berib, yoqsidan so'rab, shariatga elib bordim. Shariat undoqda, mundoqda mo'mayning xuniga bir eshak buyurib, shariatning hukmi qariz, adil qilish bariz deb yo'lga soldi. Mo'may uchun yig'lab, noiloj eshakni mindimda yo'lga chiqdim. Kang dasht bayavonni ketib olsam, 40 karvon uchrashdi. Ularning biri menga qarab, "Ey gol, eshking yig'ir bo'lib qopti, boshqadan to'qib ol" dedi. Eshakdan tushib qarasam, rostli eshakning dumbisini yig'ir besib ketibdi. Buni qandoqmi soqaytarman deb karvonlardan so'rasam, ko'ydirib bosqin deb bir dona yong'oq berdi. Yong'oqni ko'ydirib besib edim. Birdala eshakning dumbisidan bir tip yong'oq tarqi o'nib chiqdi. Ash-bashdagich ko'klab, chechaklab ketdi. Yong'oqlari pishib qoldi. Eshak yong'oqni ko'tarolmay beli egilib, qo'rsqi yerga yatdi. Men yong'oqlarni tushirish uchun eshakni yetlab shudigarlikka elib bordim. Kuchimning boricha yong'oqqa chalma etishga boshladim. Lekin bir talmi yong'oq tushmadi.
Shuncha vala yong'oqdan birari tushmaganiga ichim pushib, asta avaylab yong'oqning to'pisiga chiqdim. Qarasam, yong'oqning hammasi sho'rbog'lab ketibdi. Shoxdan shoq chiqib ko'zdan kechirsam, yong'oq darxining usti etizga aylanib qopdi. Bir tarafida bir o'stan suv sharqirab eqib etibdi. Bir tarafida tovus terilgan etiz turibdi. Men tovuzni parvish qilib o'stirdim. Pelaklardan har yo'g'an tovuzlar tushkili turdi. Nemisini deyla, birdamda hammamiz shaloqlab pishdi. Men bir kuni pichib yey deb bir tovuzni uzdim. Pichoqni shundoq selishimga tovuz taraslab yerilib, pichoq tovuzning ichiga tushib ketdi. Pichoqni olay deb tovuzning ichiga tushdim. Qarasam, pichoq oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q. Izdab topolmay yursam, bir odam uchrashdi uningdan. "Aka, pichoq ko'rdingizmi?" desam, u odam: "Avval sen menga javob ver. Aslida biz 40 karvon edik. Har birimizda 40 ton uloq bor edi. Yo'qitib qo'yib topolmayotimiz. Ko'rdingmi?" deb meningdan so'radi. Podshohi olam, dargohlarga shuni aytqili keldim. Aytadiganimni aytib bo'ldim. Endi quliqim silida. Dabdin qal. Podshoh vazir o'limalarining maslahat berishini o'tinibdi. Ular hech bir maslahat berolmabdi. O'limalardan biri o'rnidan turib, "Buni Xizrdan boshqasi bilmas" deb turishiga podshohning qizi: "Buni bilmagan ta'bir berolmaydi. Yigit mening shartimni ado qildi. Doda, endi to'yga ruxsat qilsangiz" debdi. Podshoh rozilik berib, vazir va o'limalarning to'yga hozirlik qilishga buyuribdi. Kichik do'stlar, kambag'al qalb bak aqlliq-gana. U aql parasti orqali yolg'on so'zlarni o'ydirib chiqarib, podshohning, malikining, vazir o'limalarning qayliqiga erishdi. Yolg'on so'zlash, boshqalarni aldash u bir yomon illat. Lekin malika 3 yolg'onni 40 yolg'onni aytishni, bu orqali eng aqlli yigitni tepishni, o'zini yodlik qilishning o'lchami qilib olganlik uchun kambag'al bola gal amal yo'qligidan o'zining aqlliligini isbotlash uchun 3 yolg'onni so'zladi. Shuning uchun biz cho'chakdagi bu yomon illatni o'rganmay, galning aqlliligini, botirligini o'zimizga ulgu qilaylikmi? Kech bo'lib ketibdi. Bugun boldir uxlanglar. Atumush vaqtda Dilala Undidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.